Assalomu alaykum hammaga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. BNB podkast 4-son. Bugun aniqat yaxshi temalardan gaplashamiz. Ato bir xil yozib tashlashdi. Faqat nolamanglar, bir pozitivroq mavzulardan gaplashinglar deb. Shuning uchun bugun pozitivniy mavzu, ya'ni Germaniyaning real plyuslari haqida gaplashamiz. Realni, bu bizning ko'zimiz bilan. Undan oldin esa sizlar yozgan 5-6 ta kommentlarni o'qib ketamiz. Fikringlar bo'lsa, qo'shib ketaverasizlar. Kommentlar uchun rahmat. Biz hammasini o'qiymiz. Xo'p, mana yaxshi yoqqanlari. Bank haqida ham bo'lsin, vakansiyalar, oylik daromad haqida. Endi qaranglar. Bunaqa tor mavzularga biz kira olmaymiz, uchun biz mehmon chaqirishimiz kerak, to'g'rimi? Shuning uchun bizning aqlimiz yetadigan. Yozaveringlar. Bu narsaga kirishimiz sal qiyin. Kafe ochish haqida bo'lsin, kafeda ishlash haqida ham. Bu ham shu. Yaxshi kitoblarni o'qish uchun maslahat beringlar. Umumiy qilib hammaga tushadigan variantlardan bo'lsin. Marhamat, kitob o'qiganlar. Bo'ldi, aytamiz-ku, vaqti kelganda, joyi kelganda to'g'ri keladigan, agar tavsiya qilinadigan, yoqqan kitoblar bo'lsa Bo'pti, hozir o'qiyotgan kitobimni aytib ketaman. Думай медленно, решай быстро degan kitob o'qidim. Kim yozgan uni, nima haqida u? Pul haqida, boya pul haqida gapirdik-ku o'tgan safar. Oberarts, Germaniyadagi Oberartsni turg'izib, mana kitob olib keltiramiz, mana podkastga. Nimda qo'yib qo'yavering, baribir bizga bir tiyin to'lashmaydi, u avtoshlik katta kitob. Mana Daniel Kahneman, to'g'ri o'qidimmi? Mana shu kitobni Birat o'qiyotgan ekanlar. Oho, 1934-yil. Bu Birat hali ham tirikmi? Hali ham tirik ekan. Voy, malades, nemismi deyman. No, ladno. Mana shu kitob xullas hozir bizning do'stimiz misol o'qiyotgan ekanlar. Xo'p, birinchi borgan oilalarga Germaniya qanday yordamlarni beradi? Integratsiya qilish uchun hayotiy level, yillik o'sishlar, misol uchun summalarda qanaqa bo'ladi? Qisqa javob berib ketsak bo'ladi. O'zi Germaniyaning qanaqa programmalar bilasizlar? Yangi ko'chib kelgan oilalar uchun. Bormi sizlarda? Menda bor. Yangi ko'chib kelgan oilalar uchun programmalar. Bilmadim. Men eshitganman, shunaqa dasturlar bor. Bu endi lekin Bundesland va shaharning katta kichikligiga qarab, kichikroq qishloqlarda e'tibor kattaroq bo'ladi. Katta shaharlarda e'tibor kamroq bo'ladi, sababi odam ko'p. Migrantlar juda ham ko'p. Kichkina shaharlarda bir paket narsa berishgan bizga. Bir paket bayramlar ro'yxati, qatta tekin tadbirlar bo'ladi, arzon supermarketlar ro'yxati, bir paket qog'oz berishgan. Shu qog'ozlar bo'yicha o'qitib. Bu yerda ajratish kerak-da, sotsialniy pomosh bor, ya'ni migrantlar kelib, bu yerda hech narsasi yo'q, qochqin bo'lib kelsa, boshqa-yu, lekin viza bilan kelib, qanaqadir ishga kelsangiz, bu umuman boshqa narsa-da. Bizani o'zbeklar ko'radi, qochoqni ola olmaydi-yu baribir. Bor, biz kelayotganlar bor O'zbekistondan ham. Qochoqlik bo'yicha. Через Ukraina kelayotgan. Endi misol uchun o'shalarni tushunmadim bor. Siz tushundingizmi? Men qanaqasiga Ukrainada bo'lib tursa ham O'zbekiston fuqarosi qanaqa bu status oladi? Ukrainaning fuqaroligi bor. O'zbek lekin Ukraina qonuniy to'g'ri kelmaydi, Ukraina fuqaroligi emas. Shunaqa bo'lsa kerak. Endi bizni baribir nima qanaqa u narsaga maslahat beraman. Biz aytishimiz mumkin, prosta kelgandan keyin endi men tushunishim bo'yicha savolni kelganda qanaqa bo'ladi, qanaqa darajaga keyin ko'tariladi, nima endi oddiy narsa-yu. Kelishingizga qarab, topishingizga qarab, keyin o'shanga qarab hayotingizni adaptatsiya qilib boraverasiz. To'g'rimi? Xo'p, assalomu alaykum. Podkastga gap bo'lishi mumkin emas. O'zimizni ham maqtab qo'yaylik. Manfaatli bo'lyapti. Rahmat kattakon aka, sizga ham rahmat. Fikringizni yozib ketinglar. Foydali ma'lumot uchun rahmat. Nemis jamiyatining siyosiy faolligi haqida ham juda ham qiziq bizga. Zo'r mavzu bu ham. Juda ham faol, juda faol. Siyosiy faollik. Men sezgan narsam nemislarda siyosiy faolligi katta foizda bir xil, ya'ni ko'pchilikni fikri bir xil. Bir-biridan uzoq emas. Bir-biridan uzoq emas, haqiqatdan. Misol uchun katta muammolar bo'yicha, Ukraina bo'yicha yoki Amerika bo'yicha, Tramp bo'yicha ko'pchilikni fikri bir xil. Menimcha mediani o'rni katta-da bu yerda. Lekin Ost va West Deutschland fikrlashida o'rtadagi devor menimcha hali ham bor. Men borganimda baribir 5-6 nemislar gaplashganimda ular boshqacharoq qarashi. Migratsion politikaga qarashi. Migratsion politikaga qarashi. Eng asosiy farq shunda-da. Xo'p, juda ham faol xullas. O'z fikrlarini juda ham ko'p aytishadi. Kansler bilan uchrashuvlarda, keyin Germaniya
manimcha juda ham ko'pchilik biladi, buntlar ko'p bo'ladi-yu. Nima deydi? Noroziliklar. Norozilik juda ko'p bo'ladi. Ekologiya uchun, yo'llar qurilishi uchun va hokazo, hokazo. Chunki bu narsa qonun bo'yicha tartibga solib qo'yilgan. Profsoyuzlar bilan kelishib olishadi, ko'chaga chiqib turib baqirib yurishadi. Keyin bitta shu narsa menga nima yoqadi, Germaniyada siyosiy faollik deganda, misol uchun hozir misol Scholz yomon, unisi yomon, bunisi yomon demaydi. Ular eng tepada turgan odamlarga qarshi gapirmaydi. Mana shu o'zini mahalla komitetiga chiqib gapiradi. Sen nimaga mana bitta o'zgartirmayapsan yoki mana rayonni boshlig'iga chiqib gapiradi. Ya'ni birinchi o'zi shu kichkina joyini o'zgartirishga harakat qiladi va shu yerda o'zida shu demonstratsiyalarga chiqadi-da. Hamma shunaqa qilsa, qarabsizki, bitta rayon yaxshilashadi, bitta shahar yaxshilashadi. Davlat urovida ham yana o'zgarish bo'ladi-da. Siyosiy faoliyat deganda обязательно bu kanslerga qarata gapirish emas, o'zini mahallasidan boshlab yaxshilash bu yerda faollik sifatida ko'riladi menimcha. To'g'ri. To'g'ri, o'sha masalan o'zini fikrini bildirish kimnidir to'g'ri, baribir bilmadim, meni endi ko'rgan narsam yaxshi narsa haqida emas, ko'pincha yomon narsa haqida yomonlash, qoralash yoki kritikovat qilish yaxshi ko'rishadi nemislar. O'zini politiklarini, o'zi tanlagan politik bo'lsa ham, o'zi tanlagan partiya bo'lsa ham, keyin vaqti kelganda o'shani yomonlaydi, qoralaydi. Shunaqa narsa ko'proq. O'zi odam zotni nima deydi, tabiatiga bog'liq. U yaxshi narsani kam gapirish, o'shaning uchun ham retsenziyalarga kirsangiz, vastamnom yaxshi narsadan ko'ra ko'proq yomon narsani yozishadi. Keyin bitta narsa juda ham yoqadi menga. Nemislarda men bu ijtimoiy tarmoqlarda komment yozishadi-yu. Odob bilan so'kishadi. Shu narsasi juda ham yoqadi. Shaxsiyatga o'tmagan holatda. Chunki bu yerda menimcha bir qonun ishlashi asosiy omil deb o'ylayman. Sababi so'ksa ham shtraflari bor-ku. Bizda baribir hali bu madaniyat endi rivojlanib kelyapti. Masalan, shaxsiyatga o'tmasdan turib, odamni fikrini muhokama qilish. Masalan, uni basharasi yoqmagani uchun bizda ham bor. Men o'zimga tegishli bo'lgani uchun bu yerda qidirib ko'rdim. Rostdan shunaqa statya bor ekan O'zbekistonda. Yo'q, bor. Lekin ishlash darajasi Germaniyaniki yuqoriroqda. To есть odamlar bu kommentda fikr masalan o'ldirib qo'ygisi kelsa ham odatda o'sha qonuniy normalar bo'yicha yozishadi. Shu narsasi juda endi mana bunaqa narsada nicht greifbar bo'lishi kerak. Ya'ni siz nimadir yozsangiz, bu qonun yozilgan narsadir, o'sha bo'ldi. Qocha olmaysiz, o'chirib tashlay olmaysiz ham. Ba'zi bir joylarda o'chira olmaysiz ham. Keyin o'sha sizga основание, sizga jalb qilish kerak kimdir. Agar rostdan 100% shaxsiyatiga o'sha odamni haqoratlasangiz, bu o'sha javob berishingiz kerak. O'rta barmoqni ko'rsatish, например, qancha 500 yevro shtraf. O'rta barmoqni ko'rsatish. Keyin o'sha so'kish ham qonunlari bor. O'sha idiot deb so'kish ham, ya'ni tupoy deb ko'chada kimdir so'kib qo'ysanglar ham, bu bemalol. Shu menimcha to'g'ri aytdingiz, sekin qonun ishlayvergan odamlar o'ziga vivit qo'yganda, men so'ksam 500 yevro to'layganman, undan ko'ra boshqachasiga xafa qilaman uni deb. O'zi mana hammamiz nemis tilini o'qiganmiz-yu, bitta gapni necha xil formulovka qilish mumkin. Masalan, bitta vaziyat uchun bitta fe'lni bir 10 xil varianti bor. Bittasi neytral, bittasi juda ham negativ ma'no beradi, bittasi вообще sizlarda itak bu narsa sizlar ham kuchliki maktablarda Zeugnislar yoziladi-yu, tavsiyanomalar. U yerda ham bunday ko'rsangiz, tavsiyanomada idealniy odam haqida yozilganda, lekin uni nima desam ekan, arifmetikasiga tushirib o'qisangiz, bu g'irt odam bir tiyinga qimmat olmagin degan tasavvur hosil qiladi. Menimcha bu tilning imkoniyati ham deb o'ylayman. To'g'ri. Mavzuga o'tamizmi? O'tamiz. Komment uchun rahmat. Albatta yozinglar, o'qishga harakat qilamiz. Bular hammasini o'qish imkonsiz, lekin o'qiymiz. Biz uchun bu juda ham katta motivatsiya, sababi biz shu kommentlarni o'qib, qaysi tarafga qarab, bu dengizda qaysi tarafga qarab suzishni bilamiz. Xullas, mavzuni boshlaymiz. Bugun Germaniyaning real plyuslar haqida gaplashamiz. Ketdik. Germaniyaning real plyuslari. Boshlaylik. 10 yildan beri yashayotgan o'zbek sifatida, ya'ni sizlar o'sha kimdir til kursi qilib kelgan, kimdir ishlash bilan kelgan, sizlar ikkalanib til kursi bilan kelgansizlar, to'g'rimi? Til kursi bilan boshlagansizlar, ya'ni xato yo'l bo'lgan bo'lsa ham o'sha eng pastdagi, ya'ni pul berib turib, ya'ni moliyaviy расходный yo'l bilan kelingan-ku, shuning uchun sizlarda ko'proq bu narsa seziladi. Nima plyuslarni ko'rgansizlar? Kelgan patilyadan boshlab yoki umuman?
endi ketdik. kasb bo'yicha kelganmiz, ya'ni bu yerda meditsinasi kuchli degan fikrda kelganmiz. Endi bu boshqa mavzularda yana gapirib o'tamiz meditsina haqida, lekin haqiqatda katta pluslardan bu yerda shu tibbiyot sohasi katta pluslardan. To'g'ri, soha bizni o'sha tibbiyot yo'nalishida kelganimiz uchun baribir o'sha sohada в основном eng birinchi ko'rgan pluslari sohada bo'lgan. Endi men sizga siz bilan birinchi marta suhbatlashganimizda aytib berganman. Menga birinchi ko'zimni ochgan, hayron bo'lgan narsam, endi boshqa sohalarda ham bo'lishi mumkin, faqat tibbiyotda emas. Bitta istoriya bor-ku, operatsiya qilayotganimizda o'sha Leitende Oberarzt, ya'ni bo'lim mudirining o'rinbosari operatsiya qilyapti, katta xirurg, medsestra, operatsion medsestra kommentariy qilgan. Qizingiz anaqa boshqa отделениеda o'zida ham emas, terapiyada pilot boshlabdi, ya'ni student praktika o'tyapti deb aytibdi-da. Men aytdim, eshitdim o'sha informatsiyani, keyin shunaqa dedi. Keyin bir kundan keyin eshitamiz, u qiz o'sha praktikadan ketdi-da boshqa joyga. O'shanga ham chidolmadi-da u. Chunki nima deydi? Kumavstvo deydimi ruschasiga? Nepotizmmi? Nepotizm, tanish bilishchilik, o'sha narsa, qarindosh uruq, o'sha narsaga yaxshi qaraydi. Unaqa iloji boricha yo'q emas 100%, lekin iloji boricha o'sha narsaga uzoqroq yurishga harakat qilishadi, чтобы именно shu narsa ularga kritika bo'lmasligi uchun. Da, lekin bu ish joyiga qaraman. Masalan, familiya unternehmen, ya'ni oilaviy o'zi aytib turibdi uni. To'g'ri. Endi aytib ketmoqchiman. Masalan, oilaviy bizneslarda men ishlab ko'rganman. Balonmi? 2 pasaytiryapman. Normalmi? Oilaviy bizneslarda ishlab ko'rganman. U yerda deyarli o'sha boshliq lavozimdan boshlab eng nozik joylarigacha hamma qarindoshlaydi. Chunki bu o'zini nomi bilan o'sha oilaviy biznes edi. Xo'p, tibbiyot mavzusi juda ham katta. Bu haqida alohida podkast qilamiz. Keyingi sonimiz aynan Germaniyani tibbiyoti haqida bo'ladi. Bugun yana nima pluslarni ko'rgansizlar? Pluslar ko'p-ku. Men internet kiringlar, juda kerak emas. Internet bloglarni ko'rasizlar. Endi mana bunaqa narsada hozir sal baribir bizni nima deydi? Bitta narsa bor, yana o'sha odamning tabiatiga bog'liq. Bitta narsaga o'rgangandan keyin yaxshimi, yomonmi narsa o'sha narsaga odam moslashib qoladi-da, уже как будто har kunga nonga o'xshab qoladi, tushunasizmi? O'shaning uchun sal kirolmayapmiz-da. Siz sal bundoq bo'ldi. Qaranglar, masalan, bering. Meni ko'chishim asosiy sabablardan biri, masalan, o'sha prioritetlar bo'yicha yoqadigan taraflari, ya'ni ko'proq stabillik, ya'ni hayotingizni qanaqadir miqdorda reja qila olish imkoniyati borligi Germaniyada men o'zim tortgan. Ya'ni bilasiz, masalan, istalgan sohani oladigan bo'lsangiz, masalan, tarifvertlar, ya'ni davlat xodimlari, o'sha avtobus haydovchilaridan boshlab turib bog'cha-palagacha yoki doktorlardan boshlab turib o'qituvchilargacha ularda tarif bor. Masalan, shu sohada keladiganlar bo'lsa biladi. 5 yildan keyin oyligim mana bunchaga o'sadi. 8 yildan keyin men bitta ishlasam oyligim mana buncha bo'ladi. Taxminiy hayotini rejalashtirish imkoniyati mavjud. Shu joyi meni o'sha birinchi katta prioritetlardan biri bo'lgan, ya'ni hayotni rejalashtirish mumkin. Ertangi kunga ishonch va yo'l harakatlari. Ya'ni mashina haydash, ko'chada yo'l qoidalariga bo'lgan hurmat, umuman qonunga bo'lgan hurmat. Endi biz uni kichkinaligimizdan eshitardik. Nemislarning o'sha qonunga bo'lgan fanatik darajada e'tibor qilishi, bizning o'tgan sonlarda ham gaplashganmiz. Что ba'zi bir narsalarni qilmasangiz, masalan, mana shu yerda turish kerak degan qonun qabul qilindimi, shu mamita bo'lib qolsa nemis tomi ketib qoladi-da. Aslida olib qarasangiz stakan bu. Lekin bu katta plus, chunki bu xalqning mentaliteti. Masalan, meni juda ham katta plusi deb o'ylayman, qonunga bo'lgan hurmat. Endi to'g'ri, paradokslar ham juda ham ko'p, lekin umumiy ahvol Germaniyani shu holga olib kelgan katta pluslardan biri menimcha bu qonunga bo'lgan hurmat va uni ongli ravishda qabul qilish. Masalan, ochiqchasiga men bilaman, hate tagida qolaman bu gapim uchun. O'zbekistonda tezlikni pasaytirishdi-yu, qancha vohim bo'lib ketdi odamlar. Nechta blogerlar chiqib turib, "Va, biz endi shahar burchagasiga yetib ol." Hech kim bu tarafini ko'rmadi-da. 70 edi shahar ichida. 60 ga tushirishdi. Nechadir yil oldin men ko'rdim, katta blogerlar ham chiqib, "Voy, endi nima bo'ladi? Biz yetib ola olmaymiz u joyga" deyishdi. Aslini olib qaraganda, to'g'ri, buni yana ikkinchi tomoni ham bor. Tezlik kamayganda boradigan masofa uzoyishi mumkin vaqt taraflama. Lekin transport hodisalarini kamayishi ham bor. Odamning o'lim soni, ya'ni mana siz 10 ta kasalingizdan 8 tasi qattiq og'ir ahvolda keladi. Ya'ni yo'l transporti bilan kelishadi. Bilasizku, 10 tezlik naskолько odam hayotida katta o'rinni oladi.
masalan Germaniyaning hamma shaharlari ichida 50-30, to'g'rimi? 50-30. Bu masalan bolam ko'chaga chiqish men qo'rqmayman, to'g'risi. Maktabiga borib, yo'ldan o'tib kelgin desam, menda qanaqadir katta qo'rquv bo'lmaydi. Toshkentda bu ishonch menda bo'lmagan, rosti. Bu yomonlash emas, buni tasdiqlashadi ham. Bu masalan menga yoqadigan va meni ko'chishim uchun asos bo'lgan katta pluslardan biri, ya'ni qonunlarni ishlashi va yo'l harakatlari. Buni sizlar mana shunaqa qilib o'tirasizlarmi, gapiringlar. Endi katta narsalarga qaraydigan bo'lsak, katta narsalarga ahamiyat bermaymiz. Ta'lim aytmoqman, o'sha katta narsalarga qaraydigan bo'lsak, bu ta'lim sistemasini dostupniligi katta plus menimcha. Bu yerda bolalar uchun ham maktab bo'yicha hammasi tekin. Maktab tekin, bog'cha endi ko'p bundeslarda tekin emas, no dostupni u ham narxi bo'yicha va bolalarni maktabdan keyingi bo'lgan ham sport bilan shug'ullanishi, muzika bilan shug'ullanishi, ular ham hammaga dostupni. Ya'ni borasiz, yozdirasiz, bo'ldi, faqat borish kerak. O'sha налоговый klasslash o'tda zo'r yordam qiladi. Masalan, yakka boquvchi bo'lsa, unga arzonroq bo'ladi. Mana shu taraflar ham katta plus. Menga yana bitta yoqadigan tarafi, ko'p bolalilar maza qilib yashaydi Germaniyada deb o'ylayman. Sababi, mana masalan, Behnushani bog'chasiga biz to'lardik, 430 yevro to'lardik-da. Turk tanishimiz bor edi, 3 ta bolasi bo'lgani uchun 200 yevro to'lardi. 230 ming to'lardi. Sababi 3 ta bolasi bo'lgani uchun narx tushib ketaveradi-yu. Har bitta bola tug'ilgandan keyin bog'chadagi endi hozir bu yerda sotsialniy anaqa pluslarga kirib keldik. Sotsial sistema pluslari. Germaniyaning plusi. Da, shuni aytmoqchiman, fikringizga qo'shilyapman. O'sha bolasi ko'p bo'lganlar maza qiladi o'zi. Kechacha men bitta narsa haqida fikr yuritdimda. Odam baxtli bo'lish uchun nima kerak? Katta temada bu baxt o'zi nima? Hamma har xil bor edi. Bitta anaqa ko'p eshitgan gapimiz bor. Pul baxt olib keladimi? Pul baxt olib kelmaydimi? Mana bunaqa narsada 100% garantiya bor. Masalan, pul 100% garantiya bermaydi baxt olib kelishni, lekin pulni yo'qligi 100% garantiya baxtsiz bo'lishingizga. Pul olib keladi baribir. Qulayligi. Yo'q, mana bunaqa garantiya haqida gapotdi-da. Endi garantiya bu juda ham nisbiy. Ular aytayotdilarki, pul birinchi o'rinda emas deyaptilar. 3-o'rniga qo'yyapsiz-da. Aytmoqchi, yana bir marta eshiting, qani pul 100% garantiya beradi baxt olib kelishga, lekin pulni yo'qligi 100% garantiya baxtsiz bo'lishingizga-da. Aytmoqchiman. Masalan, baxtli bo'lish uchun qanaqadir pul kerak-da. Chunki kamida ovqatlanishingiz kerak, kamida qayerdadir yashashingiz kerak, ustingizda kiyimingiz bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'lmaslik uchun. Keyin uje qanaqa mashina haydasangiz, qanaqa uyda yashashingiz, nima ovqat yeyishingiz, qanaqa podkast qilish, qanaqa podkast, hamma narsa nima deydi, ko'tarilib ketaveradi-da. Agar o'sha minimumga yetish, keyinchalik o'sha baxt haqida o'ylasa bo'ladi. To'g'rimi? Uyingiz bo'lmasa, yeydigan ovqatingiz bo'lmasa, aka bu yerda sizni minimum o'sha chegara, qachon to'xtash kerak, o'sha narsalar ham katta savol-da. Men aytmoqchiman, aytaylik, bizda hamma shunaqa fikrdaki, shunaqa tafakkurga ega. Menga o'sha minimal ovqatim bo'lsa, kiyimim bo'lsa, uyim bo'lsa, mashinam bo'lsa, oddiy odam birga olib boradigan, men u yoqqa o'sha baxtli bo'la olaman desa, baxtli bo'la oladi. To'g'rimi? Agar uyingiz bo'lmasa, ovqatingiz bo'lmasa, baxtli bo'la olmaysiz. Birinchi o'rinda o'sha fundamentalda eng past narsani o'ylaysiz. Birinchi ovqat yeyishi, uy topishi, to'g'rimi? O'lib ketmaslik uchun. Aytmoqchiman, fikrim, Germaniyada har bitta odamda prinsipda shunaqa narsa imkoniyat bor-da. Ishi bo'lmasa ham, bazaviy minimumi bor-da. Ishi bo'lmasa ham o'sha sotsial sistemada gapiryapmiz. Meni fikrim o'shanga e'tiborlik, Germaniyada baxtli bo'lish uchun har bitta insonda imkoniyat bor. Chunki ishi bo'lmasa ovqatni beradi davlat, uyi bo'lmasa uyini beradi. Keyin u yog'iga o'sha baxtli bo'lish o'ziga bog'liq. To'g'risimi? Bo'ldi, podkastimiz tugagan. Bu sotsial sistema haqida gapiraylik. Katta sotsial sistemasini pluslari. Misol uchun renta. Nima edi o'zbekcha renta? Nafaqa olish. Nafaqa olish ham bu yerda katta temada, katta plusda. Nafaqa kichkina emas bu yerda. Siz nafaqaga chiqqaningizdan keyin ishlamasangiz ham nafaqa olasiz birinchidan. Sizni полностью sog'lig'ingiz, застрахованный, то есть sog'liq bo'yicha, ya'ni kasalxonaga borsangiz sizni tekinga davolaydi. U narsa qanaqa to'lanadi? Ya'ni siz ishlayapsiz, men nafaqadaman. Siz ishlayotgan pulingizni to'layapsiz sog'liq sug'urtasiga, o'shadan meni davolashyapti. Ya'ni sotsial sistemani plusi. Kuchi bor odam ishlayapti, kuchi yo'q, ya'ni naqaga chiqqan, pensiyaga chiqqan odamga
pul o'tkazilyapti dalisha. Davolanishiga, yashashiga va hokazo. O'sha narsalarni ham masalan Merkel o'sha Angela Merkel kanslerlik paytida ko'p odamlarni olgandi, to'g'rimi? O'sha urush bo'layotgan joylardan. O'shanda ko'pchilik kritika qilganda tushunishmagan, to'g'ri, o'sha ko'pincha o'sha migratsiyaga qarshi bo'lgan odamlar kritika qilgan, nima qiladi, bu tekinxo'rlik keladi, ovqatlanadi. Uni aslovni ko'p prичиналari, nima sabablari bo'lgan buni qilishga, odamlarga ruxsat berish kelishiga millionlab. Bittasidan o'sha bo'lgan. Chunki kelajakda biz o'sha kelajakda qari bo'ladigan nemislarning nafaqasini, sug'urtalar demografik muammoni his qilish uchun bo'lganda bu. Chunki Germaniyada kelajakda yashaydigan odamlar kamroq. O'shaning uchun yo'q, men o'sha narsaga qilingan, lekin statistika bu boshqa mayli, ochib ketamiz. Masalan, mayli davlat nomlarini aytmaymiz, o'sha eng katta qochoq kelgan davlatlardan kelgan odamlarning 100% statistikasi bo'yicha 40% ga yaqin ish topib joylashgan. 60% hozir siz aytayotgan narsalaringiz u kelib chiqqan narsasi, ular aytayaptilar, fikr qanaqa bo'lgan ularni olib kelishi, fikr qanaqa bo'lgan, demografik muammo bor. Biz aytib ketgan sotsialniy plyuslarini ushlab turish kerak, lekin demografik muammo bor bir tomondan. O'shani yopish uchun shu yo'l qilingan. Bizning kelajakda biz masalan 30 yildan keyin pensiyaga chiqadigan bo'lsak, bizning pensiyamiz to'lab beradigan odamlar bo'lish kerak, ishlaydigan, jo'smi? Statistika bu o'sha paytda demografiyaga qaraganda Germaniyada unchalik yetishmasdi, chunki odamlarning yashash umri uzoqlashadi, to'g'rimi? Keyin o'shalarga hammani ta'minlab beradigan o'zini va plus bolalarni va plus qarilarni ta'minlab beradigan ishchilar bo'lish kerak. O'sha yoshdagi odamlar bo'lish kerak. O'shalarning soni kam bo'lgani uchun bitta sababidan shu bo'lgan. O'shancha odamni olib kelishi kelajakda ishlashligi uchun o'shalar. Bu ham o'zi bitta paradoks aslida, sababi men o'sha nemetskiy blogerlarga podpisanman-da. Ko'raman o'sha ijtimoiy himoya, ya'ni o'sha nafaqadan ham noladiganlar yetarlicha topiladi. Bu ham katta plyuslardan biri. Faqat ishlasagina, ya'ni ishlasagina bu kelajak kutib turgan bo'lishi mumkin. Yana nima plyuslari bor sizlarni ko'zinglarda? Orqaga qaytinglar. Menda bor. Men sizlarni birinchi ishim kelyapti. Orqaga qaytinglar. Endi kelgan paytinglarda sizlar nimalar hayratga solgansizlar, nimalardan vashi maza qilgansizlar. Sababi sizlar Rossiyada o'qib turib, undan oldin O'zbekistonda, mana Rossiya sizlarga bitta level up bo'lgan, undan keyin turib Germaniyaga o'tgansizlar. Mana Rossiyadagini olib turib ham solishtirsanglar bo'ladi. Rossiya unaqa level up bo'lmagan, to'g'risi. Bo'pti, xo'p, Germaniyada bo'lgan-ku baribir. Germaniyada bo'lgan albatta. Qanday bu plyuslar? Masalan, menda juda ham ko'p. Xo'p, oddiy banalniy plyuslardan gapiraylik. Masalan, yo'l. Banalniy. Hamma uchalamiz mashina haydaymiz. To'g'risida Germaniyadagi yo'l hech qayerda yo'q. AQShda ham yo'q, Angliyada ham yo'q, hech qayerda yo'q. Bu to'g'risi 100%. Men eng zo'r mashina haydash uchun davlat bu Germaniyada hisoblayman. Endi o'zi avto ishqibozlik uchun kelib ketishadi. Germaniya avto industriya, to'g'ri? Mashina chiqaradigan industriya davlat. O'shaning uchun ham o'shanga yarasha yaratilganda yo'llari. Mana yana bitta plyus tarafini esladim. Qoyil qoldirgani kelganda tabiatga bularni muomalasida, ya'ni tabiatni saqlashi. Daraxt kesormas ekanmi, bildirmasin degan u salarga daraxt kesish u yoqda tursin, u daraxt yiqilib tushgan daraxt o'sha o'l bo'lgan daraxtni olib ketishingiz uchun ham bitta chastini olib ketish uchun ham ruxsat olishingiz kerak. Olib keta olmaysiz o'rmondan. Shunda borib daraxt mebel qilsam bo'lmaydimi? Mebelni olib ketib. Dajachi mana bunaqa narsa bor. 200 tasini chopaman deb chiqib turib o'zi so'rab, unaqa hodisalar bo'lmasa kerak. Musor ajratish, ko'chaga musor tashlamaslik, o'zini musorini o'sha ajratib, plastik bormi, hammasi bormi, o'sha narsaga muhim berib, muhimligini bilib ajratishi, misol uchun, katta diabetik tovuqda. Men bitta mana musor ajratish haqida bitta anaqa stand-up komediya eshitgandim deb inglizchada aytadi. O'zi bilasizlarmi, musorlarni ajratish bo'yicha nemislarga teng keladigan yo'q deydi. Nomer 1. Fanatizm bilan qilishadi deydi. Bo'lishi, har qanday qonunlar chiqazadi, fortbilding qilishadi. Qanaqa? Yo'q, qarang. Bo'lish haqida. O'shanga bitta misol aytib ketaylik. Mana paketikli choy bor-ku. Paketikli choy, masalan, tepasi qog'oz, ipi bor, keyin paketiki bor, ichida choy bor. Masalan, o'sha choy, masalan, men kechmoqchiman shu paketli choydan, chunki jonimga tegdi uni 88 ga ajratish. To'g'risi, sababi o'sha paketikli choyni mana tepa qismini uzib, qog'oz musorga tashlash kerak, ipligini bilmayman, ipi qayerga tashlash kerak, men resmulga tashlayveraman. Keyin ichidagini olib turib bioga tashlab,
keyin anu qopqoq anaqasini paketikini yana qayerga tashlash kerak. Biladiganimizni aytib ketaylik, просто qiziqda. Misol uchun astatik musori bor, o'tga hamma narsa kirib ketadi. Qog'oz qilamiz, keyin plastik bor. Keyin shishani ko'ki bor, shishani oqi bor. Jigarli bor. Jigarli bor. 3 xil shisha bor. Keyin bio musor bor, ya'ni har xil Kiyimlar musorxonasi bor. kiyimlar musorxonasi bor. Keyin batareyalarni alohida qilish kerak. Lampochkalar. Lampochkani alohida tashlash kerak. Texnikani alohida olib chiqish kerak. Mebelni alohida olib chiqish kerak. Hop, aytmoqchimanki, o'sha komik aytadiki, nemislardagi darajada musor ajratadigan xalq yo'q deydi. Fanatizm darajada qiladi. Keyin komik bo'lgancha aytadi, o'zi bilasizlarmi nimaga o'ylab topganmiz musor bo'lishi? Nemislarni 4-rayxdan uzoqroq ushlab turish. Yomon cho'rni yumor ekan. Ishlatib turish, boshqa narsa bilan. turishchi, musor bilan band qilib turish. Chunki faqat shu bilan band bo'ladi. Yomon yumor, cho'rni yumor ekan lekin. Olmas, oddiy. Ne, okey. O'sha tabiatiga borsangiz, misol uchun aylanishiga, zavq qiladi-da. Zavq qilasiz, nimaga? Musor yo'q. Hech kim tashlab ketmagan, o'sha yerda o'tirgan ular ham, misol uchun dam oladi, boradi, shashlik qiladi. Bitta musor ko'rmaysiz-da, maza qilasizda, ya'ni. Mana qatnashgan bo'ladi-da. Masalan, o'zingizni uyingizda qanaqa tutasiz o'zingizni? Hamda o'tirib, xohlagan joyda musor tashlab, oyoq kiyimda kirib, anaqa qilib yurmaysiz, to'g'rimi? Lekin otelda qanaqa qilishingiz? Otelda oyoq kiyimda kirib ketasiz, xohlagan narsangizni qilasiz, to'g'rimi? Chunki sizniki emas, pul to'lagansiz kuniga shunaqa yashaysiz. Xuddi shunaqa отношение bo'lishi kerak-da. O'zi yashayotgan davlatga, o'zi yashayotgan planetaga kelib aytaylik, to'g'rimi? O'zi yashayotgan boshqa davlatga borsang ham ko'pchilikda muammo shu. Boshqa davlatga borgandan keyin men davlatim emas deb psixologik o'zidagi keyin xohlaganini qiladi. To'g'rimi? Xohlagancha o'zini tutadi. O'zini yurtida balki unaqa tutmasdi, to'g'rimi? Balki shunaqa tutar. Katta ehtimol bilan. Sababi bu narsa baribir oiladan keladi-da. U aslida lokatsiya bilan bog'liq narsa emas. Masalan, normalniy adekvat odam ta'lim oladiganmi, olmaydiganmi, musorni olib borib, chunki meni eng ko'p eshitgan narsam o'qituvchimizdan aytardi, "Даже kuchi o'tirgan joyida dumi bilan tozalab o'tiradi." Biz maktabda juda ko'p gap eshitardik shu narsadan. Men ko'p yozda video O'zbekistondan videolar ko'rdim. Dam olishga toqqa borishgan, suvlarni oldida dam olishgan, musor bo'lib ketgan, sharmanda-da. Eng yomon joyi o'sha-da. Ko'rasizmi? Именно odamni o'zini ichki tabiatini, qanaqa tarbiyasi borligini faqatgina ko'rsa bo'ladi, hech kim tashqaridan qaramay turganda. Yana o'sha tabiatga chiqqanda, tog'ga chiqqanda asli odamlar bilinadi-da. Chunki u yerda hech kim sizni ko'rmayapti. 3 tog'ondan boshqa hech kim yo'q. Xohlagancha bilgan boqqini qiladi-da, o'sha yerda tashab ketadi. Xuddi o'sha narsani shahar o'rtasida qilib ko'rsin, atrofida odamlar yurganda, baribir kimdir kelib aytadi, "U nima qilyapsizlar?" deydi, to'g'rimi? Ana o'shaning uchun asli tabiati o'sha hech kim qaramay turgan. Asli tabiatda tabiati ko'rinadi. Ha, zo'r gap. Asli tabiati tabiatda ko'rinadi. Qarshi. Hayt. Chota bugun aka tayyorlanganlar. Kayfiyatlari yo'q-ku, lekin tayyorlanganlar. Kitob o'qib chiqqanlar. Kitob o'qib anaqa. Yana menga yoqadigan pluslardan biri, bu narsani ko'pchilik menimcha his qiladi. O'sha oylik miqdor, masalan, Ausbildungda yashaydimi, au pair sportni tema, mayli, Ausbildung yoki ishga kelgan, o'qiyotgan, ishlaydigan har qanaqa klass o'zini xolodilnigiga bazaviy iste'mol bu uchun hamma narsani pazalat qila oladi. O'sha lahm go'shtdan boshlab o'tgan safar laksni tarjima qilib berishdi. Lososika. Yo'q, o'zbekchasi bor. Salmon baliqmidi? Salmon baliq. O'z inglizchadan olishdi-da. Ha, salmon baliq, ya'ni laks. Men qidiruvdim, Sulaymon baliq deb chiqib keldi. O'sha narsani ham, masalan, istalgan odam pul yig'ish shart emas. Istagan payti, masalan, 3,5 euro, 200 gramni olib, bemalol yeyish mumkin. Ya'ni tovarlarni xilma-xilligi bozorda taklif qilinadigan, masalan, men bizda ham bor hozir. Yo'q. Hozir bor, men endi hozirni bilmayman, lekin umumiy massaga hisoblasak, masalan, ba'zi bir oila turlari bor O'zbekistonda, hali ham buni tan olish kerak. Bu statistika. Go'shtni har oy ola olmaydigan oilalar juda ham ko'p, baribir yetarlicha ko'p. Lekin Germaniyada men eshitmaganman, masalan, go'sht olmayapmiz degan odam. Yo'q, bu yerda ekonom qilib, misol uchun go'sht kam yeb, unaqa oilalar ham bor bu yerda. Uni hamma oila o'ziga har kuni go'sht pazvalat qiladigan emas, lekin unda ishlayotgan odam ola oladi demoqchiman. Masalan, Minneselonda 13 yevrolik oylikda ishlasa ham, uyiga 1 kilo, 2 kilo lahm go'sht bemalol olib kira oladi demoqchiman. Shu masalada, ya'ni hayot sifati, teparodaligi baribir iste'mol korzinkasidan bilinadi. Sotib olish qobiliyati bu yerda ko'proq. Shuni demoqchisiz.
Suv ichib oling. O'shunaqa. Shunaqa. Masalan, baribir masalan istaymizmi yo'qmi? Ma'ni Bekzod birinchi fikriga ikkalanglar birinchi fikringizga qo'shilmayman. Insonni hayot tarzi uchun birinchi o'rinda baribir pul turadi. Baxt baribir pulga bog'liq. Garantiyalanmagan yana bir marta qaytaraman. Qaytarsangiz ham hozir gapimni tushunmadingiz. Siz men gapim bo'yicha yana tushunmadingiz-da. O'shaning uchun yana bir marta qaytaraman, 3-marta. Siz meni shunaqa tushunyapsizki. Pul bo'lmasa, to'shna baxt bo'lmaydi. To'shna baxt bo'lmaydi, pul bo'lmasa. Pul bo'lsa, lekin ba'zi bo'lishga imkoniyating bor. Xo'p, pul baxt olib keladi baribir. Urtbay qo'ydi. Farqi yo'q. Mani fikrimga qo'shilasizlarmi? Chunki masalan, yo'q, yana siz foizini ko'taradi demoqchisiz. Garantiyalanmaganda siz. Baribir pul baxt olib keladi deb o'ylayman. Sababi mana ko'chuvchilarni O'zbekistondan ko'chib keladigan juda ham ko'pchilik mana shu fikr yaqinda menda paydo bo'ldi. Rostini aytaman, o'sha bozor haqida gaplashdik-ku. Baribir shu fikr meni qo'yib yormayapti. Bitta narsani aytaymi, hozir mana shu pulni baxt olib kelish haqida suitsid qilgan odamlarning ichidan o'zini hayotiga suiqasd qilgan odamlarning ichida statistikasini ko'rsangiz, nechtasi kambag'al? Ya'ni shunchalik minimumdan past yashaydi, yashashga, ovqatga, uy yashaydigan joyi yo'q. Siz bizga doktorlarga hech qachon tushuntirib bera olmaysiz, shu pul birinchi o'rinda baxt uchun. Biz tushuntirib bera olmaymiz, chunki kasal odam ko'ramiz. Hamma doktor emas. Bilaman. Men aytmoqchiman, kasal odam kelib oldingizga o'tirib, soqqa mo'ri, lekin rak diagnozi. Bo'ldi, unda baxt yo'q. 3-4 oy yashashi bor, baxt yo'q, puli bor. Mo'ri. То есть ular aytmoqchi bo'lganlari pul kerak, lekin birinchi, ikkinchi, даже 3-o'rinda ham emas bir xilda. Mo'j 3-chi deylik, 3-o'rinda deylik. Lekin pul bo'lmasa, baxt to'shna bo'lmaydi. Shu mesajida ularda. Okay. Xo'p, pul baxt olib keladi ko'pdan. Qaranglar, mana Ya, gap unda emas. Har qanaqa fikr yashashga haqli. Fikrimga necha foiz odam qo'shilsa, yozsin. Bu ham baribir nisbiy. Hamma fikrimiz nisbiy. Masalan, bolangiz banan so'rab turganda olib bera olmasangiz, to'chni pul baxtda o'shatdi-da. Bu baribir vaziyatga, bolangiz banan so'rayapti, olib bera olmaysiz. Pulingiz yo'q o'sha narsani olib berishga. Pul baxtda bo'lyapti-da. Masalan, pulingiz bo'lsa, shuni olib berib ko'rdingiz, o'zingiz meni gapimni tushunmayotganingizni tushunyapsiz-da, lekin qarang. Siz fikringiz bilan taqishtiryapsiz. Men baribir nisbiy deb qarayman. Agar bolangizga o'sha bananni olib bera olmasangiz, значит sizda pul yo'q. Bu degani sizga 100% garantiya siz baxtsiz bo'lishingizga deyapman. Men gapimni tasdiqlayapsiz hozir. Pul baxtga bog'liq bo'lyapti o'sha momentda. Bitta savol bersam bo'ladimi? Bolani baxti banandanmi shunda? Bizlarni 90-yillik bananda bo'lgan. Bizlarni 90-yillik bolalarning baxti bananda bo'lgan. Bananni qachon ko'rganmiz? Yiliga bir marta. Shu bayram O'sha aytayapman-da, biz hech qanaqa baxtsiz katta bo'lmaganmiz, banan yemaganmiz. Masalan, bu tushundim, misol qilib aytyapsiz. Xullas, bu nisbiy tema baribir, nisbiy. Men baribir fikrimni qolaman. Bu o'sha vaziyatga qarab turib, o'sha aytganingiz agar o'lim bilan pul turganda, конечно, 100% sog'liq. Bunga men anaqa qilmayman, lekin umumiy bizlarni ko'rayotganlar, Germaniyaga migratsiya qilmoqchi bo'lganlarning ko'pchiligida baribir iqtisodiy o'sish turadi kallasida. O'sib ketaman. Masalan, yana ham tepaga chiqaman. Men uchun hayot tarzi muhim degan, masalan, meni blogim bor. Men shundan analiz qilib o'zimga aytayapman. Ya'ni 100 ta odam bo'lsa, O'zbekistondan ko'chmoqchi bo'lgan Germaniyaga, ularning asosiy qismi iqtisodiy ahvolim yaxshilayman deb. Albatta, 10% ga yaqinigina o'zini iqtisodiy ahvoli zo'r, lekin uni ba'zi bir narsalar qoniqtirmaydi. U istaydi boshqacharoq levelda yashashni. Lekin bu 10% ga yaqin. Men bu 10% ham deya olmayman-da. Shu uchun Germaniyaning pluslariga yana qaytib keladigan bo'lsak, o'sha iste'mol savatchasi bo'yicha juda ham ko'p narsalarni olish shansi yuqorilashadi. Svet mavzusini aytdingiz birinchi anaqada. Masalan, biz bilamiz-ku, svetlar juda ko'p uchib turadi ba'zi bir regionlarda yoki gaz muammosi. Germaniyaning istalgan nuqtasida bu muammo yo'q. Svet o'chib qolishi. Endi Berlinda yaqinda o'chib qoldi. Endi bu ba'zi bir butun Germaniyaga uni haqida o'ylab joylarga berishdi, ani ko'rdinglarmi? Unta konsert berishdi, ya'ni yashasa bo'ladigan. Ba'zi insonni qoniqtirish kerak bo'lgan 21-asrdagi hamma minimumlar bo'ladi. Bu ham juda hozir ana o'sha gapimga yana qaytyapsiz. Germaniya zo'r plashatka baxtli bo'lish uchun, chunki sizga o'sha minimalniy, o'sha iqtisodiy kelgan bo'lgan kerak bo'lgan narsalarni qilib beradi. Keyin o'sha baxtli bo'la olasiz. Tushundingizmi gapimni? Instrument, bazaviy hamma narsa bor demoqchi. Bu instrumentlar yana bitta narsaga olib keladi. Mentalniy здоровье. То есть bu yerda mentalniy odamlar sog'lom.
mentalni nima degani? Mentalni Ba'zi bir terminlarimizdan bir xil tushunmay qolayotgan ekanda. Mana integratsiya so'zida bir xil tushunmay qolibdi. Shuning uchun tarjimasini aytib ketdim. Miyada sog'lom. Ya'ni uni psixologik sostoyaniyasi o'sha baxtli bo'lish uchun tayyor va psixologik sostoyaniyasi boshi o'sha baxt uchun ochiq. Shu narsaga bu yerda ba'zi qilib beradi. O'zi baxt va shu katta temachi. Men Bu ham hozir enagida kelib, o'ylab, bunda kirib o'tiraman, lekin bu narsagacha baribir lekin 100% o'shanga javob bera olmayman. O'sha aytgan narsamga baribir 100% o'sha pul kerak. Что baxtli bo'lishga imkoniyat yaratirish uchun. To'ppa to'g'ri. Men ham misol uchun qo'yadigan bo'lsam, birinchi o'rinda sog'lik, ikkinchi o'rinda mentalniy здоровье aytganim, uchinchi o'rinda уже pul. Lekin bitta nimaga mentalniy здоровье? Chunki men ko'p o'rtoqlarim bor, pul ko'p. Lekin shunaqa problemasi ko'p. Baxtli bo'la olmaydi. Chunki mentalniy sog' emas. Mentalniy sog' emas va ko'pchilik tushunmaydi, что bu hayotda biz faqat baxt uchun tug'ilmaganmiz. Muammolar uchun ham tug'ilganmiz. Muammolar to'xtamaydi. Ya'ni bir xillik kutadi, men bu problemam tugasa baxtli bo'laman. Yo'q. Menisi tugasa baxtli bo'laman. Puli bor. Bitta narsani tushunish kerak, problema tugamaydi. O'sha problemalarga parallelni baxtli bo'lishni o'rganish kerak. Problema yechiladi parallelni. Lekin o'sha joyda ham siz baxtli bo'lishni o'rganishingiz kerak. Faqat ana o'sha mentalniy здоровье men uchun-da. Ha, mana shu yerda qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Zo'r fikr. Men bu haqida video ham qilgandim. Men ham mana shunaqa o'ylaganman. Men Germaniyaga ko'chib ketsam deganman. Baxt boshlanib ketadi deb o'ylaganman. To'g'ri, shokolada buketni etap bo'ladi-yu. Bu birinchi kelganingizda ko'p narsalar hayron qoldiradi. O'sha narsa o'tish boshlaganda tushunib yetganmanki, inson qayerga ko'chib borgan taqdirda ham o'zi bilan hamma muammolarni ko'tarib ketadi o'zi bilan. To есть lokatsiya o'zgargani bilan muammolar hal bo'lib qolmaydi. Shu narsaga tayyor turinglar. Bekzodni bitta gapiga qo'shilaman. Mana shu oxirgi fikriga qo'shilaman. Что Germaniya baxtli bo'lishga shans beradi. Siz uni o'sha qabul qilib, masalan, bu yerda og'anichilik yoki qo'ni qo'shni bilan tez kirishib ketish, tez tanish topish, bu sal vaqt talab qiladi-yu. Bu yerda hamma masalan planlashtirib yashaydi hayotini, birdaniga o'zingizni qurugingizni qila olmaysiz, O'zbekistonga o'xshab. O'zingiz bilan yolg'iz qolishingizga to'g'ri keladi va o'sha yerda o'zingiz bilan o'zingiz gaplashasiz. Lekin bu O'zbekistonda bu shans yo'q-da. Masalan, choyxonaga tortib olib ketishadi, to'y bor, janoza bor, har xil sotsialniy hayotda juda aktiv o'zbeklar. Ya'ni bir-biriga qatnashadi, hashar bo'ladi, futbol, choyxona ko'p-da. Ya'ni o'zi bilan qolish baxti yo'q mana shu yerda. Ya'ni bu yoqqa kelganda по-любому любой musofir Germaniyada aynan o'sha yolg'izlik etapini yashab o'tadi. Masalan, do'stim, masalan, siz bilan qanaqa tanishib qolganmiz? Bekzod bilan qanaqa tanishib qolgan? Bekzod bilan bitta litseyda o'qigan bo'lsak ham, yana qaytib topishimizga bitta sabab bo'lgan. Yolg'izlik emas-da? Yo'q, masalan, men to'g'ri yolg'iz emas edim. Yo'q, yolg'izlik deganda, mana hamma temani ham xotin bilan gaplashmaydi, hamma temani ko'chadagi odam bilan gaplashmaydi. Именно мужской, o'g'il bolalarning temasi bor, o'zini o'tirib gaplashadigan. Og'riq bitta bo'lib chiqqan-ku oxirida. Kimdir tiqib qo'ymadi-chi, meni xotinimning sekretlari yo'qdi. Bu joy anaqa, xotiningizni cho'rniga tiqib qo'ying. Bu sonni uchun chiqmadi chota bu sonningizda. Ya'ni Germaniya yolg'iz qolib, boshinglardagi musorlar bilan gaplashib olishingiga shans beradi. Men shunaqa degan bo'lardim. Mana bu ham bitta mentalniy o'sha здоровьяni bitta turida. O'sha odam o'sha baxt uchun joy qilish kerak birinchi boshida. O'sha yerda ochadi-da, unga baxt nimaligini. Hozirgi zamonda o'zi, hozirgi informatsiya erasida yashaymiz-ku. Bu degani odamning miyasi evolyutsionniy bu narsaga tayyor bo'lmaganda. Bizni evolyutsiyada qanchadan bir miya rivojlanib kelgan. Nechidir million yil deylik. To'g'rimi? O'sha Homo sapiensning bizani insonlarning o'sha miyasi, ya'ni oldingi qismi o'sha frontal peshana qismi rivojlangandan keyin biz odam bo'lganmiz. Ya'ni o'sha narsa bizani odam bo'lishimizga, bizani fikrlashimizga, tafakkur tug'ilishiga, oldindan reja qilish bizani boshqa hayvonotdan farqi shunda. Biz reja qila olamiz, plan qila olamiz, tafakkur qila olamiz. Nima deydi, yo'q narsalar haqida tushuncha yarata olamiz bizning miyamiz uchun. O'sha narsa bizani odam qilgan. Aytmoqchiman, evolyutsiyada bu miya rivojlangandan keyin bu eraga tayyor bo'lmagan, hali ham tayyor emas. Ya'ni siz masalan tushunasiz. Masalan, informatsiya katta hajmdagi informatsiyani bitta kichkina kompyuterga tiqaversangiz, u qachondir ko'tarmaydi, to'g'rimi? Yoki qanaqadir malfunction, ya'ni ishlash to'xtatadi. Xuddi shunaqa odam miyasi bu darajadagi informatsiyani qabul qilishga tayyor emas.
tayyor bo'lmagan ham hech qachon, yaratilmagan ham. Tushunyapsizmi? Lekin hozir biz nimani kuzatyapmiz? Mana shu Instagramni, YouTubedan hamma joydan xohlamagan narsani tiqib yotishdi, to'g'rimi? Hozir masalan Amerikada kimnidir otib ketishsa, 2 soatdan keyin уже betda turib bilyapmiz. Oldingi bir 50 yil oldin olganda, 30 yil oldin olganda qachon bilardik? Bir 15 yildan o'tgandan keyin bilardik. Yani shunaqa narsa bo'lgan ekan deb, to'g'rimi? Aytmoqchiman, bu informatsiyani уже filtr qilish, bu ham bitta yo'lda, tushunyapsizmi? O'sha intox qilish yoki qanaqadir filtr qilish, hajabi sizga kerak bo'lgan yana bitta zo'r narsani yaqinda o'qidim. Odam o'ziga problemasi yashab bo'lmaydi, lekin odam o'sha narsani nima deydi? Tanlashni bilish kerak. Muammolaringni tanlashni bil. Ya'ni kerak muammolar bor, senga ta'sir qiladigan, kerak emas muammolar tiqilib yotibdi atrofingda. Masalan, urushli atrofingda bo'layotgan, qanaqadir klima, balobatlar. Xo'p, o'ylasang bo'ladi, vaqtingni ketkazsang bo'ladi, energiyangni ketkazsang bo'ladi o'sha muammo haqida, lekin baribir oxir-oqibat sen ta'sir qila olmaysan u narsaga. Sen nimaga ta'sir qila olasan? O'zingga, ya'ni o'sha muammo bilan ishlashingga, o'sha muammoga bo'lgan munosabatingni o'zgartirishga ta'sir qila olasan. Ana o'sha narsani ustida ishlasa, keyin sal bunday portallar ochiladi, baxtli bo'lishga, menimcha. Germaniyani plyus talablardi. Yo'q, zo'r. Menimcha biz chuqur kiryapmiz. Sababi nimaga? Bu o'zimizdan. Masalan, agar bu kameralar bo'lmaganida, biz baribir shu temani qachondir o'tirib gaplashganmiz. Yana bir marta qaytaramiz, bu podkast qayerdan kelib chiqqan. Mana o'zimiz suhbatlashib o'tirganimizda qaysi temalar, nimalar haqida gaplashganimiz, nimalar haqida fikr yuritamiz, o'sha narsalarni mana 4-odam bo'lib eshitosizlar. Siz. Hozir mana undan oldin даже ozgina bahslashib ketib qolishdi-yu, xuddi shunaqa bo'ladi-da. Biz gaplashib o'tirganimizda bahs, qipchim bir-biridan xafa bo'lmaydi, bir-biridan qilmaydi, qo'yilib qolib ketib. O'sha xafa bo'lish to'g'risida bitta qiziqarli video ko'rdim. Ingliz tili o'qituvchisi bor-da, Instagramda bilasizlarmi yo'qmi? Azam Teachmi? Teacher Azam. Zo'r anaqani qo'ydi. Odamni hayot bo'yicha intelligentligini bilish uchun bitta test bor ekanda, 100% ishlar ekan bu narsa. Birov odamga xafa bo'lib qolishida, birovdan xafa bo'lib qolish. Agar o'sha odamni qancha oson xafa qilsa bo'lsa, shunchalik intelligent oddiy odam bo'lar ekanda. Agar odam xafa bo'lmasa, boshqa odamdan intelligensiyasi baland bo'lar ekanda. Zo'r gap ekan. Kech 22 degan anaqasi metodi ham bor ekanda. Uni misol uchun aytsangiz, mana shu narsani aytib bersangiz, agar sen odamlardan xafa bo'lib qolsang, seni intelligent past bo'lar ekansan. Nimaga men past bo'lib xafa bo'lib qolsangiz, undan battar ekan. To есть shunaqa metodi ham bor ekan. Biz hammamiz masalan uchalovimiz ham bitta ko'radigan narsamiz kommentariyda, to'g'rimi? Hayotda bir 10 yil, 20 yil oldin tasavvur qilib bo'lmaydigan narsa bo'lyapti-da, hozir qanaqadir g'irt begona odam kelib, bundoq kelib, xohlagan narsani, birinchi o'ylagan narsani basharangga aytib ketadi. 20 yil oldin shunaqa bo'lsa, ko'chada ketib bitta odam o'tadi, "Yaxki, sen yoqmayapsan, soqoling nima bu? Soqoling nima shapka kiyib olding? Nimaga bu unaqa temalarni ochyapsizlar deb." Shuning uchun biz bir-biridan xafa bo'lmaymiz. Qanaqa gaplashib o'tirgan bo'lsak. Keyin mana shu ham o'zi Germaniyani plyuslaridan biri. Xafa bo'lmaslikni o'rgatadi. Rostdan, mana shu ham plyusi. Haqiqatda odamlar unaqa bir-biridan xafa bo'lmaydi. Xafa bo'lmaydi, chunki sistema shunaqa-yu. Masalan, men Bekzod mana biz gruppada ko'rishimizni qancha obsujdat qilamiz? To'g'risi. Nimaga? Chunki biz bilamiz bir-birimizdan hammani ishi bor, hammani hayoti setka bo'yicha o'sha mana masalan dushanba kuni hamma soatli band va bundan sen kelmasang, cho'rt ekansan, choyxonaga kelmading, unaqa narsalar yo'q, sababi bir-biriga bo'lgan vaqt jihatdan hurmat, atrof shunaqa bo'lgandan keyin baribir sizni tortib olib kiradi bu sistemaga. Ya'ni biz bilamiz-ku, masalan, Bekzod ertaga yoki 3 hafta oldin masalan qiziga va'da berib qo'ygan, men seni safarga keyingi hafta, mana shu hafta olib boraman. Biz bilamiz, buni atmen qila olmaymiz. Biz bir-birimizga gapirmaymiz-ku. To есть bu narsa boshqa atrofimizda ham ko'pchilikda shunaqa. Mana shu ham meni o'ylayman ulg'ayishda aslida, bir-birini vaqtiga bo'lgan hurmat va buni Germaniya majburlab o'rgatadi. Xohlas nima qilyapsiz? Yo'q, men prosta hozir aytib beraman o'zim haqida. Masalan, shu narsani endi maqtanishga kirmasa kerak, bu narsa o'zi bor edi menda, lekin bu narsa butda maza qilardim shu joyiga. Masalan, kimgadir iltimos qilsa, masalan, 4 oydan keyin buni o'zi ba'zan kulishadi-yu internetda, masalan, qachon ko'rishamiz deb so'rasa, bir 2027-yil chorshanba kuni 16-iyunda vaqtim bor, soat 4 dan keyin yozib qo'yaymi-yo'qmi deydi. Masalan, kimdir uchun bu ikki tomonlama qarasa bo'ladi bu narsa, kimdir yaxshi yomon deydi, lekin menga bu yoqadi. Ya'ni hayotingizni planlashtirish imkoniyatini beradi. Spontanniy qarorlar bu yerda nima desam ekan, yaxshilik olib kelmaydi deb o'ylayman.
qancha ko'p informatsiyani bilib tursa, mana shu tarafi ham menga juda ham yoqadi. Mana dokumentlar masalasida. Baribir biz bu yoqqa kelganimizda juda ko'p narsani bilmaymiz-ku. Masalan, Rathauslar ishlashi yoki dokumentlarni tasdiqlatish, ko'pchilik diplomni tasdiqlatadi. Yili va oylari aniq. Baribir zo'r-ku. Mana biladi, masalan, hozir men hujjatimni Amerikaning tasdiqlashga yuborsam, 6 oylarda taxminan keladi, chunki muddatini yozib qo'ygan bo'ladi. 6 oy ichida deydi. Masalan, o'tirasiz kutib 6-oyi 2 kun qolgan tugashiga kelmayapti javob, lekin o'sha kuni kelib qoladi, ertasi kuni yoki deadline-ga juda ham yaqin sanaga tortib olib kelishadi. Shu taraflari ham, ya'ni planlashtirish imkoniyatini beradi. Bitta tipga berib ketaman, o'zimda yaqinda shunaqa bo'ldi. Kecha Belgradga borib, o'sha hokimiyatga borib, bitta hujjatni tasdiqlatishim kerak edi kopiyasini. Endi bilasizlar, kirsanglar terminlar ausgebucht bir haftaga kamida endi katta shaharlarda. Keyin bitta zo'r tip ertalab kirish kerak soat 6da, chunki nima qiladi ular? Bir kun masalan отказ qilganlar yig'iladi, keyin ertalab 6da chiqazib yuborishadi, pop qiladi, bir kun bo'shab qoladi. Endi Germaniyaga kelgandan keyin chiqadigan muammolar uchun shunaqa topa olmasanglar, termin ertalab kiringlar, yana bir marta 6da o'sha termin kalendariga kirib topsa bo'ladi. Bormi gapingiz? Bor. Ayting. Bu yerda odamlar ko'p eshitaman, robotga o'xshaydi deydi. Sovuq deydi, sovuqqon deydi, lekin ishlarini qarasanglar, kачествоsi zo'r. Mashina chiqarishi zo'r, futbol o'ynashi zo'r, meditsinasi zo'r. Keyin men bitta fikr keldi menga. Pilotlar bor-ku, pilotlar. Shu samolyotning qulashini statistika bo'yicha qarab chiqishganda, nima uchun, sababi nimaga qulashi, texnik sabablari deyarli yo'q. Asosiy sababi nima samolyotni qulashini bilasizlarmi? Inson faktorimi? Inson faktori. Ya'ni insonni qanaqadir o'sha muammo kelib chiqqan yoki настроенияsi yomon bo'lgan va hokazo va hokazo. Ya'ni inson faktori. Endi bu degani odam qanaqadir ish qilayotganda inson faktorini o'chirish uchun robotga aylanish kerak. Doktor bo'lganda, misol uchun, xirurg kiradida, o'sha operatsiya qilayotganda robotga aylanish kerak. Ya'ni inson faktorini iloji boricha olib tashlash kerak. Nemislarda shu narsa bor. Ya'ni bitta ishga kirishganda ularda inson faktorini o'chiradida, robot bo'lib qoladi. Har kuni shu narsani qilaversa, hayotiga ham ta'sir qiladi-da. Navik. Men xuddi shu gapcha aytdim. Birat kesib tashlaganlar yo'lovchida chiqmadi. Men xuddi shu haqida, xuddi shu fikrni aytdim. Nemislarni o'sha robotlik haqida, sovuqqonligi haqida men aytganman. Ko'pchilik buni negativ ko'rishadi, salbiy qanaqadir kачествоda, lekin men buni pozitiv ko'raman. Ya'ni ijobiy ba'zi bir kasblarda o'sha narsa qo'l keladi. Masalan, men aytganman, o'sha neyroxirurgiyada sovuqqon bo'lish, robot bo'lish, hamma narsani faqat o'sha xirurg, morfolog bo'lish, ya'ni ko'rish o'shani odam emasdi, ijtimoiy narsani emasdi, o'sha patologiyani ko'rish, o'sha o'pxilni ko'rish, o'sha qonayotgan narsani ko'rish, boshqa hamma narsani o'chirish, faqat shu bilan ishlash qo'l keladi. Buni xalq, bu o'tdik xalqqa buni qonida bor-da. Ya'ni qilayotgan ishi как будто oxirgi ishini qilayotgandek qiladi. Bir xil xalqlar bor, qo'lda bo'ladi, to'g'risida. Unaqa ichiga sinib ketgan shunaqa xaltura masalasi. Xaltura. Endi zo'r mavzuni ochdingiz-da. Men bitta narsa e'tibor berganim o'sha Germaniyani yaxshi tarafi, plus tarafi haqida. Masalan, ko'chada ko'rganman-da, men bu lyuk bo'ladi, kanalizatsiyagami lyukmi? Lyuk ochib o'tiribdi-da. Bitta odam turibdi, yana 3 ta odam turibdi, ko'rinib turibdi, hammasi bittasini ochkizda qo'lida nimadir yozyapti, o'sha lyukka qarab nimadir yozyapti-da, tushuntirib beryapti unga. Nimadir bir yarim soat turishdi, men ham o'sha yerda kimdir kutyotdim. Kutdi-da, hamma narsani o'sha lyuk ustida turib gaplashyapti-da 3 ta odam. Aytmoqchiman. Nemislarda bitta zo'r kачествоsi bor, sifati bor-da. Qilayotgan ishiga 100% o'zini bag'ishlaydi. O'ylamaydiki, masalan, men bundan ko'proq narsaga qurbim yetadi, vaqtinchalik qolma. O'shaning uchun men buni 50%, 40% qilsam mayli, bari vaqtinchalik deydi. Lekin hayotda ko'ramiz-ku, masalan, klishe bor, taksichi. Men o'zi taksichi emasman, bizneslarim bor, o'zi chista o'zim uchun taksi haydayman deydiganlar bor-ku. Zo'r misol bor. Mana shu gapingizni taksiga qo'shib ketdik, ketib qolmasin faqat. O'zbekistonda hozir taksi biznesida boshlab turib, haydovchilik qilib blok olayotgan bolalar bor-da. Normalni pul topishyapti. Shu gapingizga misol, ya'ni vkladываться qilyapti-da shu narsaga. Bu narsadan orqamayapti, kasbidan orqilish bor-da. Bizda qanaqadir tipa mish qiladi, bizda so'ralaydi, kuyov nima ish qiladi? To'g'risi, katta filtrlanadi. Masalan, aytishning, soqqa bor deydi. Masalan, potensial emas, uni kачестволaridan ko'ra ko'proq ijtimoiy norasmiy bo'lib olingan kasblar.
masalan Bittacha 100%. musorщикlar ham musor olib ketadigan odamlarni ko'ramiz-yu. Men juda ham yoqqan, nemislar kulib, qalay, salom, unga hurmat ko'rsatayotgani seziladi-da. Bu maytas bu odam zoti o'zi shunaqa bo'lishi kerak. Ana bitta gap ham bor-ku, insonni madaniy o'sganini ofitsiantga qilgan muomalasini ham sezib olsa bo'ladi deylar. Bitta signallardan biri. To есть unga odam o'rnida, to есть menga xizmat qilyapti-yu, videolar chiqib ketdi O'zbekistonda ham ofitsiantlarga hurmatsizlik qilayotgan odamlarni PR ketyapti, teskarisi to есть qilish. Masalan, shu taraflar ham bitta katta pluslardan biri. Ya'ni vkладываться qilish всегда hamma joyda yaxshi soqolib keladi demoqchi. Bitta narsani bu yerda ko'rsatamizda, o'sha o'zbeklarning maqoli bor, chumchuq so'sa ham qassob so'ysin degan. O'sha narsani bu yerda ko'ramizda, tushunyapsizmi? Ana freelancer tam ish qolmagandan keyin bu ish chiqib yurgan odamlarni ham ko'ramiz. Ko'pincha o'sha ish qilyapmiz, значит bunga o'sha narsaga o'qigan, o'sha narsaga tayyorgarlik ko'rgan, o'sha narsaga nima deydi, qanaqadir haqqi bor o'sha narsani qilishga. Просто kelib kecha ish qolmagani uchun bu ish chiqib yurgani yo'qda, demoqchiman, tushunasizmi? O'sha narsaga bular o'zi ichidan kelib o'sha narsaga 100% boshlaydi. Men bu ishni qilolmayman, значит men 100% o'sha narsani o'rganib chiqishim kerak, ikir-chikirgacha. Tushunasizmi? Chunki mana bunaqa narsa bo'lmaydi. Santexnik kelsa, siz santexnikdan ko'ra yaxshiroq qila olasiz. Unaqa bo'lmaydi bu yerda. Kelsa santexnik sizdan 100% yaxshiroq biladi. Ikir-chikirini biladi, sizni uyingizda qanaqa trubalar o'tkazilgan, nima o'rnatish kerak, hamma narsani yaxshi biladi. O'sha narsa men katta plyus deb o'ylayman. Ishiga qanaqadir xaltura bilan относиться qilmasligi. Keyin mana vitamin B ni gaplashgandik, eslasanglar bir marta. Lekin mana sizlar bitta menga misolsizlar, o'zi juda ham ko'p o'zbeklar misollar bor. Ya'ni yaxshi pozitsiyani egallagan o'zbeklar bor-ku. Istalgan kompaniyani kommentga yozinglar, men sizlarga o'sha o'zbek borligini ismini yozib ketishim mumkin. Masalan, shularning birontasini amakisi vazir emas deb o'ylayman. Ya'ni ijtimoiy kelib chiqishi, uni o'sha o'zini ahvoli va hokazodan tashqari o'sha joyga trебованияsi bo'yicha tushsa, shu odamda potensial bor, ya'ni o'sish imkoniyati bor-da. Masalan, maqtanib aytaman, mana faqat katta shaharda neyroxirurg bo'lib ishlaydi. Mirsolih, operatsiya klinikadagi ikkinchi odam masalan. Ya'ni sizni tanishingiz bormi? U yerda masalan professoringiz bor, anta gaplashib qo'ydim degan joy bo'lmagan. Yo, bo'lgan bo'lsa ham ayting, biz bessenzura yozamiz. Bu narsani biz soqqa ishlamasligimiz aniq. Vitamin B bor, lekin vitamin B ga arziydigan odamlar aytiladi odatda. Vitamin B degani tanishlar bo'yicha bu yoqqa kirish. Rostdan vitamin B ni tushuntirib keting. Biz uchaloq tushunib o'tiribmiz hozir. Vitamin B betga kelib bo'lgan vitamin B. Nemischa tanish bilishlikning tarjimasi, masalan aytaylik, Bekzod Bekantadan olingan. Menimcha o'sha Bekantadan olingan. Bekzod bitta firmasi bor. Bekzod menga telefon qilishi mumkin, gaplashib qolamiz. Menga mana shunaqa joyimda odam bor. Bormi senda bironta kadrlar? Men tavsiya qilishim mumkin yoki telefon qilib tavsiya qilishim mumkin. Mirsolih, seni biznesing bor o'rtoq. Xohlasang, yaxshi haydovchi bor, tavsiya qila. Bo'pti, yubor, gaplashib ko'raman deydi. То есть o'sha joyga arzisa, standartiga tushsa oladi va o'sish imkoniyati ham bor. To'g'ri, bu narsa bor. Lekin ishlolmasa ham haydaveraveradi. Aytmaydi, meni bu gapim tegi nima? Agar siz haqiqatga bilimingizga ishonsangiz, o'zingizni sposobnost nima bo'ladi endi? Sifatlaringizga ishonsangiz, men rostdan o'qigan bo'laman, men haqiqatda trudogolikman, mehnatkash bo'laman desangiz, Germaniya sizni albatta quchoq ochib kutib oladi. Bu juda katta pluslardan biri. Ya'ni adolat ish muhitida nechadir foizda bor. Bu ham nisbiy. Foiz miqdorida baribir ko'proq. Masalan, agar men o'ylamayman, biz bilamiz-ku bu xalqni qanaqaligini, qisman bo'lsa ham. Tushundinglar nima demoqchiman? Bugun faqat plusini gapiryapmiz-da, o'shaning uchun. To'g'ri. Men yana o'sha plusiga olib bormoqchiman. Bilamiz-ku qanaqaligini baribir. Shu holatda ham arzigani uchun ham tepaga chiqib ketyapsizlar demoqchiman-da. To есть bu ham katta plus. Masalan, aytib keting, siz nemis emassiz, qarindoshlaringiz masalan ko'chib kelgan yo'qmi? Aytib keting, tasdiqlab keting yoki qarindoshi bordir, kimdir nemis deb qolmasin. Ochiq gapiradigan bo'lsak, agar bizni bu yerda bizga muhtoj bo'lmaganda, biz bu yerda bo'lmasdik. Biza bularga kerakmiz, ularning ishchilari yo'q. Lekin siz to'g'ri aytyapsiz, o'sha o'zini tanishini olib kirish, amakim o'g'li, xolamni qizi degan narsalar bu yerda haqiqatda yo'q. Vitamin B degani o'sha keldi, mana bunaqasi ishlab ko'r, ishlay olsang qolasan, ishlay olmasang oylik xuddi shunaqa bo'ladi. Plus olmaysan. Qaysidir darajada
vitamin B o'sha tanish bilish bor narsa, lekin bizni tasavvur qiladigan darajada emasda. Ya'ni bitta davlat ishxonasida tog'asi ishlaydi, uni jiyani o'rinbosari, uni o'rinbosari jiyanining xotini buxgalter. Unaqa narsa bo'lmaydi-da. Unaqa narsani kuzatish вообще уже nima deydi, bularning tasavvuriga kirmaydi. U sразу birinchi o'rinda kelib yopib yuborishadi, nima qilsalar. U уже agar top toza hech narsani aldamasdan ishlayotgan bo'lsa ham baribir o'sha nima deydi, faktorni yo'l berishmaydi o'sha bir-biriga ko'z yumib yuborishiga bittagicha joyga, to'g'rimi? Vitamin B ni o'sha tanish bilishi borligi nemischa darajada-da. Masalan, menda neyrokirurgiya ishga kirmoqchi bo'lganimda hamma joyga yuborganman, o'zim aniq dokumentlarimni birinchi o'rinda albatta Sharitaga ham yuborganman. Sharita masalan nafaqat Germaniyada, dunyo bo'yicha, Yevropa bo'yicha eng известный, eng taniqli klinika, plus neyrokirurgiya bo'yicha ham eng anaqa kuchli shef arsini eng знаменитый shifokor Germaniyadagi o'sha Sharitadagi neyrokirurgiyani shefi, da? Sheflarning shefi ekanda. Ha, uni nima deydi? O'sha yerga ham topshirganman. 3 marta jo'natganman даже. 3 marta отказ berishgan. 3-chisida yozgan, 2 marta yubordim уже bo'ldi. Hali ham o'sha joyi tipa anaqa debdi. Ularda shunaqaki, hamma o'sha yerda ishlash qoladi. Nemislarni o'zi o'sha yerda ishlash qoladi. Shvetsariyadan kelib ishlash qolishadi o'sha neyrokirurgiyada. O'chirtlar turishadi. Lekin spiskasini ko'rsa bo'ladi, timni kim ishlayapti o'sha yerda. Ko'rib qolganman-da. Bitta yana neyrokirurgiyada Germaniyada знаменитый familiya bor-da. Redki familiyada, hozir aytmayman endi. Qarasam, men aytdim, men buni o'g'li emasman, u professor edim. Boshqa universitet klinikadagi. Yana aytdim, o'g'li bu-da. Aytmoqchimanki, 100% telefon qilgan, u bir-birini taniydi, ikkita professor, ikkita anaqa shefars, ikkita universitetga aytishgan, men o'zimga ola olmayman buni degan. O'zim radni o'g'lim, to'g'rimi? O'shaning uchun san ol degan. U по-любому hech qanaqasiz nima deydi, tender yutgan, birinchi o'kirib ketgan, tushunasizmi? O'shanaqa tanish bilishlar, lekin u bola ham baribir tupoy emasda, baribir o'zini ko'rsatish kerak, nimadir qilish kerak, qanaqadir. Вот, endi ish mavzusini ham qo'shib ketsak bo'lar ekan. Ya'ni bizlar baribir o'zbek zabonlar ko'rishadi-yu, Germaniyada yana bitta katta pluslardan biri ishdan tashqari holatda bezovta qilish, bilmayman, eslolmayman. Bo'lganda ham direktorim voy ming uzrlar so'rab, xijolat bo'lib, men aytolmayman, u direktormi, men direktormi. Kechirasan, endi iloji bo'lmadi. Birinchidan ishdan tashqari kelsangiz, alohida pul to'lanadi. Bu обязательно. Ikkinchidan, siz aytganingizdek, agar ishdan tashqari srochniy narsalar bo'lsa, chaqiradigan bo'lsa, больницаga ham misol uchun qarash bor deb chaqiradigan bo'lsa, u обязательно siz uchun o'sha soatlar qo'shiladi ishingizda. Ya'ni überstunde bo'ladi-da. O'sha soatlarni keyin dam qilib olsangiz bo'ladi. Keyinroq. Shu narsa ishlaydi haqiqatda. To'g'ri, ishlamagan holatlari ham bor. Qishloq xo'jaligida ba'zi bir bolalar o'zi yozib qolishdi, "Aka, men ishlamayapman." Lekin ko'p joyda ishlaydi bu narsa. Nisbatga olib qaraymiz, nisbiy deb. Keyin mana masalan страховка masalasida ham, страховкаlar ham ishlaydi. Men sezaman o'sha narsani. Masalan, nimadir masalan aytaylik, sug'urtalar ishlaydi. Sug'urtalar masalan aytaylik, nima derdi uni? Narsalarni sindirib qo'yishga страховка bor edi-ku, haftlik. O'sha masalan. Ishlashini bilasizda, his qilasiz shu narsani yoki garantiyalarni ishlashiga. Masalan, uni zadalbat ham qo'rishingiz kerak emas-da, bilasiz shu narsa ishlaydi. To'g'ri, birozgina asab, call centerga qil yoki xatini jo'nat. No, endi busiz ham bo'lmaydi. No, ishlashiga yuragingizda tinchlik bor qanaqadir. Bu baribir odamni hali energiya mavzusini aytdinglar-ku. Ishlaydimi, ishlamaydimi, endi bitta hamma joyda bitta ikkita keyslar bo'ladi, ishlamaydigan. O'sha sug'urta haqida gapiryapman. Sug'urta o'zi hamma joyda toza emas. Sug'urtani o'zi paydo bo'lishi hech qanaqa toza emas. Sug'urta foyda qilish, to'g'rimi? Yo'q, endi hamma narsa qanchalik sug'urta, har bitta kompaniyasi sug'urtani foydasi qanchalik kam keyslarga rozi bo'lishi. Shunchaga qarab ularning foydasi oshib boradi. O'shaning uchun ham butun to'g'ri, pasravnyonga masalan AQSh bilan yana tenglashtiramiz. Jonim bilan tenglashtiramiz. Sug'urta bo'yicha AQSh bilan saralashganda 100% chempion. Germaniyaning sug'urtasi AQSh sug'urtasi bilan 100% chempion. Yana bitta chempionga sразу qo'shib ketaylik. Buni birinchi sonda aytganmiz, lekin ba'zi birlar menimcha shuni kommentda ko'rmadim-da, hech kim bir gapirganini. AQShda ishlamay bir kun ishlamay qolsa, bo'mish bo'lib ketib qolish imkoniyati. Shans juda ham katta. Tez minus kirib ketadi, ko'chada qolib ketadi, davolana olmaydi, o'lib ketishi mumkin. Bekzod aytib bergan o'zi. 1 yil yashagan patsiyentchi umuman fuqaroligiga ko'chadan tortib olib kelishgan. Chunki Germaniya shu narsasi bilan ham juda ham mashhur dunyoga, ya'ni aholini deyarli 99%
sug'urtalangan soliq sug'urtasi bor. Ya'ni to'g'ri, hozir yana kimdir yozishi mumkin Germaniyaliklar, "Voy, biz 3 oydan beri kirolmayapmiz, balobatlar" deb qolishi mumkin. Da, bu boshqa muammo, lekin qoldiramiz, anu tibbiyotni gaplashamiz. tibbiyotda gaplashamiz, lekin qo'shimcha chiqib ketaman. Masalan, tibbiyot kimdir ko'rmasligi mumkin. O'layotgan joyingizdan lekin tortib olib chiqadi. Shu joyi bor. O'layotgan, masalan, avtobanda avariya bo'lib, o'lishingizga katta xavf bormi? Bo'ldi, vertolyotli keladi siz uchun boshqa. Masalan, shu joyi bor. Masalan, to'g'ri, masalan, shamollaganingizda sizga oddiygina doricha yozib berishi mumkin, suv ichish deyishi mumkin. Buni keyingi podkastda albatta gaplashamiz, lekin Shavollaganda dori kerak emas. ya, endi men medik emasman. Mentalityda olib kelganlar deb bu narsani aralashmadi. bu narsa mentalitet Germaniyaga kelsa ham olib tashlab bo'lmaydi. Bu mentalitet. Kasal shamollagan обязательно dori berish kerak. Menda u fikr yo'q. No, ko'pchilik baribir bizda aptekalar biznesi juda ham yaxshi rivojlangan. Bu ham bitta plyus. Gapdan gap chiqib ketdi. Aptekadan dorini prosta takka olib keta olmaysiz. Mana hozir retsept qilindi va buni ham tibbiyotga o'tkazishimiz kerak. Men bitta o'sha haqida gapiruvdim, mana shu heyt Toshkentda olib ketdi, bildim, ko'rdim. Mana bitta narsani juda ham xohlayman. Mana kech 22 deysizmi? Men kech 20 vashi yuqoridan. Nima deyapsiz? Men o'zimni fikrimni bildirdim. Fikrim unaqa hech qanaqa salbiy emas edi. Konkretno neytralniy pozitsiyamni tushuntirib berdim. Lekin odamlar baribir o'zini prizmasi orqali ko'radi xohlagan narsani, to'g'rimi? O'shaning uchun ba'zi birlarning prizmasiga vashi men kirmayman. O'shaning uchun nima qilay endi? Sayohatchi Germaniyada sayohat qila olish bu ham ancha katta plyus. Menimcha lokatsiyasi Germaniyaning zo'r joylashgan. Yevropaning o'rtasida. Frankfurtdan xohlasangiz Afrikaga ucha olasiz, xohlasangiz Aziyaga ucha olasiz. Primo reyslar tiqilib yotibdi. Qilyapti. Lokaslar juda ham ko'p, 15-17 yevroga Dublinga borib kelsa bo'ladi, masalan. Bu ham katta. To есть lokatsiya zo'r bo'ldi. Zo'r. Haqiqatda. O'zi shundan ham foydalanib qo'yishdi-yu Germaniya yo'lini hisobidan, to есть logistika juda ko'p. Mana yo'lda avtobanlarda yuramiz, birinchi rad bu tarafdan, birinchi rad doim LKV bor, yuk mashinalar bor. Ya'ni sayohat qila olish imkoniyati ham juda ham zo'rda. Deutschland tiketni o'zi bilan masalan 6 ta davlatgacha, chegaragacha borib kelish mumkin. Bu ham davlatning imkoniyati. Masalan, biz bilamiz-ku, Deutschland tiketni bu проездной hozir 63 yevro bo'ldimi, 58 yevro edi-da o'zi. O'sha, xullas, проездной narxini ham chiqarib qo'yamiz. Shu bilet bilan Germaniyaning istalgan nuqtasiga yetib olsangiz bo'ladi va 6 ta qo'shni davlatni chegarasigacha kirib boradigan poyezdlar bor. Ularga chiqib bemalol sayohat qilib kelsangiz bo'ladi. Bu uchun sizlar 5000 brutto, 8000 brutto topishingiz shart emas demoqchiman-da. Bitta Ausbildungdagi bola ham bu narsani o'ziga pozolat qila oladi, o'qish jarayonida. Bu ham bitta katta plyus. Yana bitta katta plyus infrastruktura bo'yicha. Любой joyda, любой shaharda, любой точкасida Germaniyani примерно bir xil infrastruktura, ya'ni mashinada tez bora olasiz, xohlasangiz velida ham bora olasiz, hamma joyda bir xil o'sha sportivniy magazinlar bor, потребительский общество haqida gapiradigan bo'lsak, hamma joyda bir xil magazinlar bor, bir xil, то есть доступный hamma narsa, uzoqqa borishingiz kerak emas. Bolalar uchun yaratilgan narsalar haqida ham. Masalan, men o'sha yo'lovchida aytib o'tdim. Klishe tushuncha bor-ku, особенно nima u klishe? Tushuntirib keting mana. Yana kimdir tushunmay qolmasin, hozir o'tiradi-ki, nima edi u klishe? To'g'ri. Hop, tushuntirib keting, kimgadir yengil. Klishe nimaligini tushunmasa, aytolmayman. Men ham masalan, men bu kitobni o'qiganimda nimadir tushunmayman, nima qilaman deb, bundoq olib ochib o'qiyman. Endi har bitta narsani tushuntirib nima deydi? Qisqa tushuntirib keting. Biz 4-chi odamimiz o'tiribdi. Klubimizda kimdir o'tirsa, nima deb tushuntirasiz? Men soliqdan so'rashim mumkin. Bir soliqdan so'rab qolishim, klishe nima degani? O'zbekchasini ham kelmayapti-da, bu o'zim aytdim. Ne unda aqlli qilib o'tirsan? Aqllilikmi? O'zim tushuntira olmasligim uchun sizdan so'rayman. Masalan, nima deydi? Nimadirga ishonish. O'sha odam masalan daraxtni yashilligi, klishe emas, bu haqiqat u. Tushuntira olmayman. Nima deb tushuntirishim kerak? Masalan, oldinlari eski. Biz shunaqa desak bo'ladi, endi oldinlari desak bo'ladi. Oldinlari, masalan, militsiya xodimlari haqida qanaqadir klishelar bo'lardi. Yaxshi yo'nalishga ketyapmiz. Podkastimizda yo'q borasizlar bu ketishdi. Bo'l, unaqa tushuntirib o'tish cho'zilib ketadi. Men yomon ketaman. Har bitta narsaga agar tushunmayaptimi, ochkinda o'qiga mana qo'ling tagida Aleksandriyani anaqasi, bibliotekasi, to'g'risida. Endi har bitta narsani chani urisham, уже odamni nima deydim? Yakunlaymizmi sekin podkastni? Shunaqa yo'q. Hech qazordi bo'ldi fikrlarim yo'q. Xafa bo'lishi yo'q. Yo'q, masalan, nemislarni odam bolalarni yomon ko'radigan xalq deb tushunishadi-yu, to'g'rimi? Tushuncha bor, tushuncha. Klishe hamchi tushuncha.
Noto'g'ri tushuncha. Noto'g'ri tushuncha. Ana keldi. Keldi. Mana noto'g'ri. Yozing internet bormi? Bor, voy, internet bor. Klishe o'zbekchasiga tushuncha definition. Hozir. Siz gapirib turing, men Xo'p, eshitmoqchiman, nemislarni bolajonmas deyshadi, bolalarni yomon ko'radi deydi. Bizani o'zbeklarni bolajon deb tushunamiz, to'g'rimi? Biz ham bolajonmiz, bolalarni yaxshi ko'ramiz. Lekin nemislar ham bolalarni yomon ko'radigan emas. Bunga bitta tarafi, masalan, har bitta joyda bolalar o'ynaydigan plashatkalarni bo'lishi, просто так nomiga emas, rostdan kachesini qilingan. Masalan, qanaqadir temir, uchli temirlardan emasda, kraska qilingan, daraxtdan yiqilsa, har bitta yerda bunaqa nima edi, lучшее детям-da. Shunaqa deb o'ylab yurdim, menga kimdir tushuntirib berdi. Bu nemischa o'ylashganda, kelajakda kim bularni boqadi? Bolalar boqadi deb o'shanchini asrashyapti. Bir tomondan men o'sha ettiz bolalarga bo'lgan e'tibor ham juda ham kuchli. Masalan, bu ham katta pluslardan biri. O'qib beraymi klishe nimaligini? Qolip ibora, andazali gap, shtamp ibora. Клише – это фраза или выражение, которые так часто повторяют, что оно стало шаблоном и уже не звучит оригинально. Masalan, sizga sog'lik va baxt tilaymiz. Mana shu klishe. Anaqada. Nima deydi uni? Разговорный rечь. Xullas. To'xtab qoldinglar. Sizlar xohlagan tarjimani qilib bera olmadimmi? Yo'q, siz nima demoqchiligingizni tushunmay qoldim. Men ham tushunmadim nima demoqchiligini klisheni. Klisheni hamma tushunadi. Mana hamma tushunadigan iboralar, shablon fikrlar-da. Shunaqa desak bo'ladi. Shu. Yana o'tgan safar adashimman, yaxshigina. Yomon kritika qilishdi muqaddima deb. Muqaddima boshlanishi ekan, xotima ekan. Hozir muqaddima qilamiz, to'g'rimi endi hozir? Endi kirish qilamiz. Xotima qilamiz, xotima. Bu anuyda hali черно-белый ekranda o'tgan gaplar edi. Hozir endi boshlanadi. Endi assalomu alaykum, BMW podkast 4-sonini yozamiz. Xo'p, xotima qilsak, baribir Germaniyani pluslari juda ham ko'pda. Nima deydi? O'sha xotirjamlik, stabillik, to'g'rimi? Oldindan plan qila olishlik, ertaga nima bo'lishini. Baxt uchun bazaviy minimum. Baxt uchun bazaviy minimum har bitta kishi uchun. Keyin yana bitta aytishimiz mumkin. Qilgan ishingga yarasha, bu ham nisbiy, lekin qilgan ishingga yarasha addachi bo'lishi. Keyin Germaniya bo'lisha olishni ham o'rgatadi. Bu ham katta plus. Chunki davlatning o'zi sotsium, sotsial davlat. Biz nalog to'laymiz o'sha narsa uchun. Bu nalog bo'lib yuboriladi. Masalan, aytganimizdek, ishlamayotgan odam uchun ishlayotgan odam to'laydi. Va buni siz bora-bora qabul qilasiz. То есть nimadirni bo'lishish, masalan aytaylik, bitta non bormi, uni yarmini kimgadir berish, bu odatiy tusga aylanish boshlaydi. Masalan aytishadi, juda ko'p Germaniyaga endi kelgan bolalar aytishadi, "Voy, qo'shni veli berib yubordi" deydi-da. То есть bu narsa bot uchun juda ham oddiy holat. Yoki veligini berib qo'yadi, yoki berib yuboradi shunchaki, yoki televizor olib chiqib beradi o'zidan o'zi. То есть bu narsa o'sha bu ham xalq bilan birgalikda bu Germaniyaning baribir plusi deb o'ylayman. Sayohat qilish bo'yicha demak, aytib o'tdik, pul taraflama etdik, karyerani etdik, sog'liqni saqlashni etdik, bolalar uchun etdik. Xo'p, tabiatda etdikmi? Tabiatda ham etdik. Katta plusi bu menimcha tabiatli. Xohlagan joyingizda o'rmon bor, xohlagan joyda suvga anaqa chiqsa bo'ladi. Albatta buni ham aytishimiz shart. Biz O'zbekistondan kelganmiz, diniy erkinlik ham bor. То есть bu narsa, men nechta o'zbek bilan gaplashganman, ibodatdagi o'zbeklarimiz masalan davlat ishida ishlashadi. Qonun darajada, lekin yaqinda o'sha burgeramda bo'lganda narsani chetdan eshitib qoldim, boshqa anaqa ko'z anaqa gaplashyotdi. Bularda kirshlikka shtoya bor-ku, ya'ni nima deydi kirshi? Cherkov solig'i bor, cherkov solig'i bor. O'sha masalan siz aytasiz, men cherkovga aloqam yo'q, men musulmonman deysiz. Значит, bu cherkovda avtomatik to'lamaysiz solig'ini. Keyin bitta bilmadim qaysi biladi, lekin qora tanli odam edi. Ular nemischa tushuntiryotdi anaqa ayollar o'sha ishlaydigan. Yo'q, biz 3 ta religiyani kirg'iz olamiz dokumentingizga, pasportingizga deyapti. U ham ekan katolikskiy, evangeliyskiy и yudentum. Anaqalar. Yahudiylar. 3 ta religiya faqat kirilar ekan, musulmonlar kiritilmas ekan pasportga, ofitsialni dokumentga. Lekin, ya'ni din erkinligi bor, ibodat masalalarida ish vaqtiga xalaqit qilmasa, juda ko'p joylarda men bironta odam hozircha eshitmadim. Ibodat bo'yicha muammosi bo'lgani yoki ro'za tutish bo'yicha Ramazon oyida, shuni aytib oling, esimga qoldi. Ramazon oyida men o'sha familiya internatida ishlaganimda bitta musulmon edimda, men o'sha byuro bo'yicha qolgan hammasi nemislar edi.
o'shanda boshlovni o'zi tushganda aytgandi sanda ro'za oyi ramazon oyi ketayotgan ekan san ertalab kelsang ham bo'ladi dedi ish vaqti o'zi ofitsialniy 8 dan boshlanadi u o'qib chiqibdida aytdi menga san 6 o'sha og'iz yeb bo'lishingni tugatganing bilan kelavergin shunda san vaqtliroq ketasan uyingga dedida то есть bu ham dinga bo'lgan endi bu ham nisbiy no ko'p o'zbeklardan eshitganman diniy ibodat masalalarida hech qanaqa deyarli muammo bo'lgan yo'q muammo yo'q baribir lekin baribir tegi bu xristianlik bu yerda to'g'rimi o'shaning uchun bu yerda ofitsialniy davlat dam olish kunlari ham ko'pincha xristianlik bayramlari to'g'ri musulmonlik bayramlarida hech qanaqa hayitda bo'sh anaqa berilmaydi ofitsialniy to'g'ri lekin maktabda dars bergan o'qituvchilardan eshitganman maktabni o'zi biladi что o'sha kunlar hayit kunlari musulmon o'quvchilar kela olmaydi yoki kelmaydi va bu narsa uchun ular boshqa taraflardan foydalanishgan ya'ni ofitsialniy kelma demaydida aytib qo'yar ekan kasal qilib qolgan o'zingni хотя бы чтобы biz endi dokumentga qilishimiz uchun bu ham baribir shag вперед unga ya'ni bir qadam unga bosishda baribir masalan u aytishi mumkinku yo'q kelasan deb sporlashsa ham uni davlati va uni qonunlari bu taraflama ham menimcha keyin ovqat madaniyati bo'yicha ham plyuslar juda ham ko'p masalan halol ovqat topish ham bu ham katta plyus masalan men Shvetsariyaga borganimda halol ovqat topish sal muammo bo'lganda endi siz местный emas o'shaning uchun muammo bo'lgan manimcha Shvetsariyada katta muammo yo'q agar o'sha yerda yashab yurgan ko'p bo'lgansiz yashayapti shunaqa manda bo'lgan albanlarni yarmi o'shga ko'chib borgan серьезно man bilmasdim bu ham sizlarga bitta yaxshi yana nimalar qolib ketdi bitta itok qilib yuboramiz shu bilan keyin hozir qolib ketgan qiling xotima boya yarimchala xotima qildim endi siz qiling butun yo'q Mirsolih yo'q qolmadi hammasini gapirdik haqiqatdan bo'ldim okey ну yana nima plyuslari bor masalan balki Germaniyada yashayotgan xotima qolmaydi yana nima qilishlar yomon qildi yo'q ul aytmoqchi Germaniyada yashayotgan odamlar bo'lsa ko'rishyapti bizani Germaniyada yashayotganlar ko'rishyapti juda ham xursandman to'g'risi Germaniyada yashab turib bizani podkastimizni ko'rsa men rosa ko'proq xursand bo'laman sababi nimaga vaqt masalasi ya'ni unda shu narsani ko'rishga eshitishga vaqt topyapti bizlar uchun shu uchun sizlarning ham fikringlar muhim vaqtinglar bo'lsa albatta kommentariyaga bizni aytmay ketgan plyuslarni yozinglar bizani vatandoshlarimiz o'shani o'qib qolsa oladigan olib ketaveradi biz endi hammani miyasiga ta'sir qila olmaymiz oladigan odamlar uchun harakat qilyapmiz o'ylaymanki podkastlar sizlarga yoqyapti kommentariyadan to'xtamanglar sababi biz o'qiyapmiz hammasini ishoninglar maksimum harakat qilyapmiz adaptatsiya qilishga sekin o'sha kommentlardan ham temalarni tayyorlab qo'yganmiz endi sekin boramiz hozir biz feedback bizani motivatsiya qiladida agar yozsanglar kommentariya fikringlarni bildirsanglar biz yana motivatsiya dalish yurishimiz kerak qiziqroq temalarni olib chiqamiz biza boyaga catch 22 midi o'sha bo'yicha hamcha yaxshigina darajadamiz shuning uchun konstruktivniy kritikani qabul qilamiz so'kmanglar lekin konstruktivniy nima o'shaning uchun joyi bo'lgan kritikani yo'q endi bu narsani gaplashdik-ku normalniy sog'lom odam aqliy sog'lom odam shaxsiyatga o'tmagan holatda любой tanqidni qilishi mumkin va uni men qabul qilaman masalan sani basharang yoqmayapti sani sheving yoqmayapti menga yoki mana bunaqa desa уже bu mani stilim bu mani istagim то есть san fikrga qarshi fikr bersanglar biz o'qiymiz birga rivojlanamiz kelmoqchi bo'lsanglar yoki kimdir jiyani hozir masalan 10 yil oldinga qaraganda chetda yashaydigan qarindoshlar soni hozir ko'payib ketganda ya'ni ko'rayotganlar kimdir qarindosh chetda yashaydi juda ham ko'payib ketgan shularga foyda qilish shu like komment esdan chiqmasin agar kimdir Germaniyaga ketmoqchi bo'lsa bizning podkastlarimizni aynan BNB podkastlarimiz chunki Germaniya hayot kanalida boshqa podkastlar ham chiqadi aynan BNB ni tavsiya qilsanglar biz shu choyxonada o'tirib uchalamiz gaplashgan bo'lishib turamiz yana bir marta eslatamiz bu bizni Ma'mur Solih bilan biz mehmon emasmiz bu mezbon emas bu uchalovimiz mana shu yerda yashaymiz nimas bunday kesor mehmon emas bu mana studiya spetsialniy bu studiya olingan mana shu uchun bir Solih boshqa shaharga ko'chirib yubordik ya'ni hammamiz birga qatnashamiz teng huquqli mualliflar bu narsani ideyasini 100 marta aytdik ya'ni mehmon chaqirishimiz mumkin qachonlardir uchun endi qarang minnat qilib keting to'g'ri tushuninglar faqat bularni hammasi texnikalar pul turadida mana hozir bu yerda kameralar yozyapti svetlar biz svet yoqqanmiz Mirsolih uyida bunga bu pul to'laydi men shtativlar bilan nimadirlarni ko'tarib kelyapman 4-mehmon uchun yana bitta
mikrofon olishimiz kerak. Homiylar bo'lsa, homiylar chiqinglar, kстати, podkastimizdan yurishini istayotganlar yoki shu bolalar bor gap gapiryapti, aldamayapti deb bor, men uverenman shunaqa ko'rayotganlar. Mabodo homiy bo'lmoqchi bo'lsanglar, pastda ссылка qoldiramiz. Podkastimizda homiylik puli qayerga ketadi? Shular ham aytib ketinglar, shaffof bo'lsin. Qayimjon montajyorimiz ketadi. Sababi montajyorimiz bizani yaxshi montaj qilib bersa, tezroq chiqib turadi. Chunki men o'zim montaj qila olmayman. Meni maksimum qilishim mumkin bo'lgan narsa gruppaga yozib, qachon ko'rishamiz, qachon yozamiz deyish. Shu, okey. Happy life. Nemislar qanaqa qiladi? Chape chalish o'rniga. Hammaga rahmat. BNB Podcast 4-son.